Assalomu alaykum dada. O'g'liz 1 yillik xizmatda o'tab keldi. Kakra, skemon o'tlar yulgin, o't. Xo'p bo'ladi. O'rtoq dada, o'g'liz 1 oylik xizmatni a'lo darajada tugatib, bag'ringizga sog' omon qaytib keldi. O'g'lim, yaxshi kelding o'g'lim, qiynalmadingmi? Qiynalib ketdim dada, yomon qiynaga 1 oylik. Yur, ichkarida gaplashamiz. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Xabar ham ololmading. Yo'q dada, qiynalmadim. Yaxshi hammasi. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Ha, dada, xizmat qattiq bo'ldi. Ayam qani? Ayang to'yga ketdi. Ayam yopgan nonlarni yomon sog'indim dada. Ha, o'zi 1 oylikka borni 20 kun non olib bordim-ku men. Bormagan kunlar sog'inib qoldim-da. Hozir olib chiqaman. Sutam. Menga qara, bu 1 yillik xizmatda parashyutdan sakradinglarmi? Ha dada, 1 yilda 2 marta sakradim. O'g'lim, anaqa parashyutdan sakradingmi? Ha, parashyut yomon bo'ldi da. 29 kun parashyutdan sakradim o'zi. Ha, sen 27 kunda kelding. Ketadigan kuni vaqt o'tkazgani ham sakraverdim-da. 5-6 marta sakradim bir kunda. Orada parashyutsiz qora salaban tushib ham sakraverdim-da. Yo'q. Ha, yomon xizmat qildim. Anaqa poligonga chiqib otdinglarmi, o'rgatarganmi? Ha, poligonda 40 kun o'quv mashg'ulotini o'tkazdik. Poligon degan davlat bilan urushdik. Yo'q, necha kun? Kuchli akamiz bir kunda mag'lub qilib qaytaverdi. Ha. Anaqa